Ballarınlarga mektepte kozga içip kalgan vakti yeydiğanga pişirip tayarlap buldunlarmı? Eğer nim tayarlaşını bilemeyevattan bolsağlar mağununluk ozuqluk kımmeti yuqarı, kuvvetlik hem temlik tutup kısam size tayarlap beringlar. Yana hamda başka mevzudaki yemeklikler yemeydiğen ballarınlarla tanışıp durup yep ketidu. İzlegen vaqtınlarını topalmay qalsılar yürek belgisini besip saqlab elip görünglar. Aldı bilen bir qaç yıldan sonra bir tal tuxum çekip azraq xamir köptür, göç, tuz, hamda soda silip bir aralashtirib etgandan keyin muvafiq miqdorda un silib normal holatdagi xamir yugurib olamiz. Xamirni yugurib bo'lgandan keyin no'g'ush bilan nep biz yeb ustiga qo'ymay yoki sarmayni takshili surkab astidan ustiga qattiq yo'gaymiz. Qo'ymay ishlatishlarni bekerek tavsiya qilaman. Havo bek issiq bo'lg'ach bolalar sovuq ichimliklarni hamda sovuq yemeklarni ko'p yeyib sovuq ichib ketdi haqcham. Yo'gab bo'lgandan keyin dovshanba bilan o'rab to'g'lab qo'yib 20 minut atrofida qo'yib qo'yamiz. Qiymasiga yanaq meg'izning talqini, shakar va azroq qo'ymay qo'shib etdim. Qiymasiga ishlatgan qo'ymayning ta'mimi purqim qolmaydi. Agar qo'shishni xohlasangiz qo'shmasangiz bo'ladi. Andan uyinglarda bor bo'lgan har qanday meg'iz yemishlarni ushshaq to'g'rab ichiga qo'shib olsangiz bo'ladi. Tekshi bir aralashtirib bo'lgandan keyin qo'ymayni qo'limiz bilan ezib, shakar hamda boshqa meg'izlar bilan birlashtirib etamiz. 20 minut vaqt o'tgandan keyin xamirni elib filmni ko'rsatilgandek kesib ustini besib etamiz. Andan filmda ko'rsatilgandek xamirni cho'risini qo'limiz bilan nepizlatib, gul bayroq chiroyli chiqqan tarafini sirtqiga chiqarib, ichiga muvofiq miqdorda qiyma ilib, manti tutgandek tugib olamiz. Hamma tugib bo'lgandan keyin ustiga tuxumning serpini surkab, bolalarning yaxshi ko'rishiga qarata ustiga har xil bezaklarni bersangiz bo'ladi. Tayyor bo'lgan duxovka sousini oldin qizilgan duxovkaga silib, osti usti 180 gradusda 27 minut pishirsak tayyor bo'ladi. Andan sovutib olgandan keyin bolalaringlarga kichik so'liq qatlarga o'rab so'ngqisiga silib qo'ysanglar, har vaqt qisqashqanda elib yeysi bo'ladi do'stlar. Bugungi biz buni yoqtirgan bo'lsanglar, inkaslarga chiyib, dinlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qulluqinglarga rahmat. Yazning yerimi ketdi, yana yozgacha kim bor, yana yozgacha kim bor. Yazning yerimi ketdi, yana